Assalomu alaykum qadrdonlar. Sog'misizlar? Mana konforamiz pastida gazi yonardi, tepasi qizdirmasdi. Shunga yechim topdik. Mana tepaga mana spiral o'rnashtirdik. Tagi gaz yonadi, tepasi spiral. Oddiy narsa. Orqasida mana teshib turib, mana spiralimiz chiqib turibdi. Mana sima. Orqasiga shunday ulab qo'ysak, xudo xolasa, konforamizni duxovkasi tepasi tok bilan, pasti gaz bilan ishlaydi. O'zlaring qilib olsalaring bo'laveradi. Endi kimga ma'qul bo'lsa qilib ko'ringlar. Necha yildan beri o'ylab yurardim. Kecha kuni shu narsa fikr kelib qoldi. Men shu ishni qilib ko'rdim. Mana sizlar ham tepasi mana tok bilan ishlaydi, pasti gaz bilan ishlaydi. Mana spiral o'zi mana shunday joylashdi, tepaga chiroyli bo'lib. Zavodskoy. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Foydamiz tekkan bo'lsa xursandmiz.